ortiq uchrashmaganimiz ma'qul. Ancha o'yladim. Gap bunday. Maqsadimga erishmay qo'ymayman. Uzr, sen bilan uchrashishga vaqtim yo'q. Kamroq mashq qilib, ko'proq yoningda bo'lishimni iltimos qilasan. Kechir, ammo bunday qila olmayman. Bir-birimizni qiynab nima qildik, to'g'rimi? Shunday ekan, issig'ida munosabatlarga nuqta qo'yish kerak. Xullas zo'r bo'lmoqchiman. Hozir zo'rmasmisan? Niyatim buyuk sozanda bo'lish. Senga xalaqit beramanmi? Ha. Buni aniq bilasanmi yoki taxmin qilyapsanmi? Sira ko'rishmaymizmi? Ha. Birinchi marta uchrashganimizda hayotda aniq maqsadim yo'qligi sabab menga mensimay qaragansan. O'zingni benazir salohiyatga ega inson deb o'ylagansan, shundaymi? Oliy maqsading yo'lidan chalg'imaslik uchun mendan yuz o'giryapsanmi? To'g'ri tushunibsan. Esing joyidami? To'g'ri. Boshqa uchrashmaganimiz ma'qul.